Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz yordamchi jarayon. Ya'ni boyitish jarayoni 3 ga bo'linadi. Tayyorlash jarayoni, asosiy jarayon hamda yordamchi jarayon. Tayyorlash jarayonida maydalash, yanchish, tasdiqlash, asosiy jarayonda boyitish, yordamchi jarayonda esa suvsizlantirish, chayinsizlantirish, quritish kabi bir qancha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Yordamchi jarayon, yordamchi deyilishiga qaramasdan asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarishda oxirgi mahsulotini, natijasini ko'rsatib beradigan jarayon. Ya'ni yordamchi jarayondagi texnologik jarayonlar yaxshi boradigan bo'lsa, boyitish jarayonidagi olingan mahsulotni sifati yaxshilanadi. Biz asosan flotatsiya bo'yicha gaplashganmiz, boyitish jarayoni bo'yicha. Shuning uchun quyultirish, filtrlash, quritish jarayonlari haqida gaplashamiz yordamchi jarayonga. Ya'ni flotatsiya kerakli komponentlarni yig'ib olgan, kerakli komponent bilan qo'shib, ular bilan birgalikda keraksiz pustoy porodalarni yig'ib oladi. Flotatsiyada o'sha 18-20 plotnost bilan quyultirish jarayoniga yuboradi. Quyultirish jarayoni maxsus sugestitellarda, ya'ni quyultirish apparatlarida olib boriladi. Quyultirish jarayoniga ham xuddi flotatsiyaga o'xshab turli kimyoviy moddalar qo'shiladi. Ularga misol keltirsak, flokulyant, koagulyant. Quyultirish jarayoniga flokulyant hamda koagulyant reagentlari qo'shiladi. Flokulyant o'zi nima? Koagulyant o'zi nima? Bunga nimani, ya'ni bu o'sha quyultirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlatadi. Lekin flokulyant va koagulyantni o'z vazifasi bor. Uni keyingi qisqa videomizda aniq ma'lumot tashlayman. Bundan keyingi darslikda. Flokulyant, koagulyant qo'shib kerakli qattiq zararlarni cho'ktirish jarayoni olib borilgandan keyin ortiqcha suv ajratib tashlanadi hamda suvning miqdori kamayadi. Uning natijasida keyingi texnologik jarayonga borayotgan mahsulot miqdori kamayadi. Namlikni, o'sha suvni chiqarish hisobiga. Quyultirish jarayoni o'sha sugestitellar olib borilib, sugestiteldan yig'ilgan qum, pesok filtrlash jarayoniga yuboriladi. Agar quyultirish jarayoniga selektiv produkt, ya'ni bitta komponentdan tashkil topgan konsentrat bo'lsa, agar kollektivniy konsentratni quyultirgan bo'lsa, mana bu joyda selektivniy flotatsiya olib boriladi. Ya'ni kollektivniy konsentrat qachonki olinadi, qachonki rudada polimetal ruda hisoblanib, tarkibida bir nechta qimmatli komponent bo'lsa, kollektivniy konsentrat olib, uni quyultirilgandan keyin alohida selektivniy flotatsiya qilib, отдельный foydali komponentlarni konsentratiga bo'ladi. Masalan, mis molibdenli kollektivniy konsentrat bo'lsa, uni quyultirib, undan keyin molibdenni alohida, misni alohida ajratib olinadi va keyingi jarayon filtrlashga yuboriladi. Filtrlash jarayoni ham diskiviy vakuum filtr, barabanli filtrlar hamda press filtrlar mavjud. O'sha press filtrlar bilan filtrlashning ham maqsadi suvni chiqarib tashlab, foydali komponentni hajmini kamaytirib, keyingi texnologik jarayonga moslashtirib berish. Ya'ni yordamchi jarayondan keyin keyingi jarayon eritish jarayoni, kuydirish jarayoni. O'sha eritish, kuydirish jarayonining texnologik reglamenti, o'sha rejimiga to'g'ri kelish uchun filtrlash jarayonida namlik kamaytiriladi. Agar filtrlash jarayonidan misol qilib aytadigan bo'lsak, Larox press filtrini oladigan bo'lsak, undan chiqqan mahsulot tarkibida namlik 8% o'rtacha deydigan bo'lsak, bu o'sha eritish zavodlariga, eritish pechkalariga to'g'ri kelgani uchun to'g'ridan-to'g'ri agar Larox bo'lsa, Laroxda press filtrdan olingan mahsulot to'g'ridan-to'g'ri o'sha biz eritish zavodiga yuboriladi. Agar bu yerda diskiviy vakuum filtr
ishlatiladigan bo'lsa, undan chiqayotgan namlik 15% dan yuqori bo'lganligi uchun biz uni quritish jarayoniga yo'naltiramiz. Ya'ni namligini kamaytirish uchun maxsus aylanma quvur pechlarda gaz bilan qizdirib, quritib biz eritish zavodiga namligini rejimga tushirib yuboriladi. Qisqasi yordamchi jarayonga asosan o'sha quyuntirish, filtrlash, quritish bo'yicha gaplashdik. Hammasini vazifasi bor. Vazifasi suvligini, suvni miqdorini bosqichma-bosqich kamaytirish. Agar quyuntirish jarayonini olib bormay to'g'ridan-to'g'ri konsentratni filtrlash jarayoniga beradigan bo'lsak, filtrlash jarayoni unumdorligi tushib ketadi. Ya'ni filtrlash jarayoniga kelayotgan mahsulotning tarkibida qattiq zararlarning miqdori kam bo'lganligi uchun filtrlash jarayoni unumdorligi kam. Ham bu ikkinchidan juda yuqori ob'yemdagi material filtrlash jarayoniga kelishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun quyuntirish, undan keyin filtrlash, agar kollektivniy konsentrat bo'lsa, alohida selektiv filtratsiya qilib, metallarni ajratib, yana keyin filtrlab quritish jarayoniga yuboriladi. Bu qisqacha yordamchi jarayon haqida ma'lumot. E'tiborlaringiz uchun rahmat.